Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun sizlar bilan 15 kunlik darsimizni, zamonlar haqidagi darsimizning demak, 8-kunida biz bugun sizlar bilan present perfect zamonni xudo xolasa o'tib chiqamiz. Bu 5-zamon bo'layapti va present perfect zamoni shu barcha zamonlar ichida demak, eng qoidasi ko'plikligi bilan ajralib turadi. Demak, they ate. Present perfect tense. Demak, o'zbek tiliga tarjimada ganman yoki xuddi past simple'ga o'xshab dim tarjimasini beradi. Demak, hozirgi tugallangan zamon degan nomi bor. O'zbek tiliga shunaqa tarjimani bizga beradi. Demak, formulasiga qaraymiz. Subject, ya'ni ish harakatining bajaruvchisi have yoki has va fe'lning demak, 3-shakli yoki bo'lmasam id shakl keladi. Inkor shakliga to'xtaladigan bo'lsak, so'roq shakli esa hurmatli o'quvchilar, sizlarda savol tug'ilishi mumkin, qachon have, qachon has keladi deb. Demak, plus shaklimizda subject ish harakatining bajaruvchisi have yoki has tanlanadi. Va undan tashqari, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan biz o'sha noto'g'ri fe'llar jadvalini yodlagan edik past simple'da va fe'llarni 3 ta shakli bor edi. O'shanda agar noto'g'ri fe'l bo'lsa, fe'limizni 3-shaklini olamiz, to'g'ri fe'l bo'lsa, ustiga id qo'shib ketaveramiz. Inkor shaklda have hasdan keyin not, so'roqda esa have has oldakka chiqadi har doimgidek, bilasizlar. Yordamchi fe'l demak o'sha gapda oldiga chiqishi kerak. Qachon have, qachon has tanlaymiz, shuni yozamiz. Demak, I, we, you, they ko'plikka demak biz have tanlasak, he, she, it birlik ismga esa has tanlashimiz kerak bo'ladi. Demak, qachon have, qachon has qo'yilishi demak menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, kelinglar o'sha zamonimizni davom ettiramiz. Endi bu zamon haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi tarjimasidan bilinib turibdiki, mana bu dim tarjimasi xuddi past simple'da ham dim edi, eslaringizda bo'lsa, o'xshab ketishligini bildirib turibdi. Ganman hozirgi tugallangan zamon degan demak nomda turibdi. Kelinglar biz birinchi navbatda vaqt shkalasini chizib chiqamiz sizlar bilan. Demak, bilamiz bu yoq o'tmish, bu yoq hozir, bu yoq esa kelajak ekanligini bilamiz. Esimizda bo'lsa, past simple zamonida ish harakat mana bu yoqda bajarilar edi, o'tmishda bajarilar edi. Present perfect zamonida ham ish harakat mana shu yoqda bajariladi, hurmatli o'quvchilar. Demak, present perfect ham past simple kabi xuddi past simple day o'tmishda bajarilgan ish harakatlarni ifodalaydi. Masalan, demak, I lost my passport deymiz va I have lost my passport. Demak, mana bu yoqda men hozir 2 dona gap berdim sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun. Demak, birinchi gapimizda I lost my passport qaysi zamonda turibdi? Past simple da turibdi. Bunisi esa bugun o'tayotgan 5-zamonimiz present perfect zamonda turibdi. Demak, ikkalasi ham qiziq tomoni o'zbek tiliga bir xil tarjima beradi. Demak, pasportimni degani, my passport degani pasportimni, lost degani yo'qotmoq, man. Demak, man yo'qotdim pasportimni. Past simple'da ish harakat qachon bajarilyapti? Ish harakat mana bu yoqda, ya'ni o'tmishda bajarilyapti. Tarjima dim. To'g'rimi? Past simple'da tarjima dim tarjimasini berar edi. Bu ikkinchi gapga qaraydigan bo'lsak, bunda ham tarjima xuddi shunday. Men pasportimni yo'qotdim yoki present perfectga men sizlarga aytdim, 2 xil tarjimasi bor. Ganman degan tarjimasi ham bor. Ko'proq bu ma'noda keladi. Demak, men pasportimni yo'qotganman. Ikkalasida ham pasportimni men o'tmishda yo'qotganligim ifodalanyapti. Ya'ni past simple'da ham ish harakat o'tmishda bajarilar ekan. Present perfectda ham ish harakat o'tmishda bajarilar ekan. Demak,
Bekorga men past simple bilan present perfectni bir-biriga qiyoslayotganim yo'q. Hurmatli o'quvchilar, ikkalasini bolalar, o'quvchilar odatda ajrata olmaydi va shu ajratuvlarni men bugun sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Demak, qaraymiz. Demak, qoida. Bu birinchi qoida ham emas, ikkinchisi ham emas. Bu shunchaki kirish qoidasi. Qoida nima? Nimadan iborat bo'lyapti? Demak, qaraymiz. Present perfect zamoni hamda demak, qoidaga e'tibor qilamiz. Bu yoqda biz present perfect bilan past simpleda nima o'xshash tomonlari bor ekan. Demak, present perfect zamoni past simple zamoniga juda ham o'xshab ketadi deb vahima qilamiz, lekin ikkalasini o'rtasida atigi bir donagina o'xshash tomon mavjud ekan. Ya'ni mana bu ikkita zamonni orasida atigi demak bir donagina o'xshash tomon mavjud ekan. Va ularning ikkalasida ham o'sha mavjud tomon nima desalar, ularning ikkalasida ham ish harakat o'tmishda bajariladi. Ya'ni present perfectda ham ish harakat o'tmishda, past simpleda ham demak ish harakat o'tmishda bajariladi. Mana bu yoqda mana bu misol yaqqol bu narsani, qoidani sizlarga demak ko'rsatib beryapti amalda ishlatilishini. Demak, xo'p, ikkalasida ham bittagina o'xshash tomon bor ekan, bir donagina o'xshash tomon bor ekan. Ularning ikkalasida ham ish harakat o'tmishda bajariladi. Tushundik bu yog'ini. Farqi nimada? Ya'ni bu ikkita zamonni farqi nimada desalar, so'z quyida farqini ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hurmatli o'quvchilar, present perfect zamoniga demak, qaraydigan bo'lsak, mana bir donagina past simple bilan o'xshash tomoni bor ekan. Ularning o'xshash tomoni ikkala zamonda ham, ya'ni present perfectda ham, past simpleda ham ish harakat mana bu yerda o'tmishda bajarilar ekan mana. Qoidada aytdik. Ammo ushbu ikki zamonning orasida 5 ta keskin farq bor. Endi e'tibor qilamiz. O'xshash tomoni present perfect bilan past simple bir donagina o'xshash bor ekan. Bittagina mana o'xshash tomon bor ekan. Ya'ni ikkalasida ham ish harakat o'tmishda bajarilar ekan. Lekin ushbu ikki zamonning orasida 5 ta farq bor. Farq deganda mana keskin farq bor 5 ta. Kelinglar, sizlar bilan hozir mana shu 5 ta farqni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yoqqa biz 2 nuqta qo'ysak yaxshi bo'ladi, chunki o'sha farqlarni tushuntirib beramiz. Demak, birinchi farqimiz. Hurmatli o'quvchilar, men 1, 2 va 3-chi farqlarni bitta qoida qilib ketaman. Bitta qoidada berib ketaman, chunki juda ham o'xshash. Uchalasi ham. Demak, ma'no jihatlama har tomonlama o'xshash. To'g'rirog'i birinchi va ikkinchisini. Demak, bu nima? Birinchi va ikkinchi qoida. Xullas do'stlar, present perfect haqida men hozir qoida aytaman. 5 ta qoidani ham present perfectga tegishli qismini aytaman. Demak, present perfectga aytgan qoidamni chappachasi past simplega tegishli bo'ladi. Masalan, present perfect yaxshi zamon desam, demak past simple o'z-o'zidan yomon zamon bo'lib qoladi. Ikkita qoida, ya'ni qoidalarni ko'paytirib tashlamaslik uchun sizlarga shu yo'lni tutyapman. Demak, kelinglar, birinchi qoidadan demak boshlaymiz sizlar bilan. Demak, birinchi qoidani ko'rib chiqamiz. Demak,
Xo'p, hurmatli o'quvchilar, kelinglar, mana bu hozirgina yozdirgan qoidamga demak e'tibor qaratamiz, qaraymiz. Demak, birinchi demak, farq, ya'ni past simple bilan present perfect birinchi farqi present perfect zamonida ish harakat o'tgan zamonda bajarilishiga qaramay doimo hozirgi zamon bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Mana bu birinchi qoidamiz edi. Demak, bu nima degani? E'tibor qaratamiz. Present perfect zamonni nomi presentda endi bir shu joyga e'tibor qilsalar o'zi zamon nima ekanligini tushunib ham olasizlar. Zamonni nomida present turibdi. Present degani hozirgi degani. Endi biz bir zamonni nomini present deb nomlayapmiz-dayu, uni hozir bilan aloqasi bo'lmasligi, ya'ni bir zamonni nomi hozirgi deb turibmiz-dayu, uni hozir bilan aloqasi bo'lmasligi o'ta g'alati bo'lgan bo'lardi. Demak, e'tibor qaratamiz. Mana qoidada aytyapmizki, present perfectda ish harakat o'tgan zamonda bajarilganiga qaramay doimo hozir bilan bog'liq bo'lar ekan. Chunki bu present zamon. Qanaqa bog'liqlik bo'ladi desak, hozir u narsalarni ham ko'rib chiqamiz, ya'ni pastda misolda. Hamda ushbu zamon present zamonlar bilan hamkorlikda ishlay oladigan zamon hisoblanadi. Bu nima degani? Bu ikkinchi qoidamiz. Demak, ikkinchi qoidada nima deyilmoqda? Demak, present perfect zamoni boshqa present zamonlari bilan hamkorlikda ishlay oladigan zamon hisoblanadi. Ya'ni bizda present simple bor, present continuous bor, present perfect continuouslar bor. Demak, o'shalar bilan hamkorlikda birga ishlay oladigan zamon hisoblanadi. Undan tashqari present perfect zamonida tuzilgan gaplar hozirda ham aktual, ya'ni o'z kuchida bo'ladi. Bu yoqda biz qisqa qilib aytganda 3 ta qoidani aytib o'tib ketdik. Birinchisi hozirgi zamon bilan bog'liq bo'ladi. Hozirgi zamonlar bilan birga hamkorlikda ishlay oladi. O'zi mana bu ikkalasi bitta qoida desak ham bo'ladi. Bu ikkinchi qoidamiz birinchi qoidaga nima deydi? Izoh berib, tushuntirib beryapti. Keyin o'sha uchun 1-2likda to'xtaymiz yaxshilikcha. Demak, yaxshisi. Demak, shuningdek, ikkinchi qoidamiz present perfect zamonida tuzilgan gaplar hozirda ham aktual, ya'ni o'z kuchida bo'ladi. Demak, bizda ikkita qoida bor. Mana shu ikkita qoidani endi sizlarga tushuntirib beraman. Kelinglar, birinchi qoidamizni demak ko'rib chiqamiz. Birinchi gapimizga e'tibor qaratamiz. Mary is ill deyapmiz. Mana bu yerda ikkita gap ketyapti-da, hurmatli o'quvchilar. Bu men sizlarga hozir bilan bog'liq, undan tashqari o'sha present zamonlar bilan hamkorlikda ishlay oladigan zamonni tushuntirib beryapman. Ya'ni birinchi qoidani sizlarga tushuntirib beryapman hozir. Mary kasal. Qachon kasal? Mana qaranglar, hozir kasal. Mana bu gapimiz presentda turibdi, to'g'rimi? Hozirgi zamon bilan, ya'ni present zamonlar bilan hamkorlikda kelyapti mana. Tushunyapsizlar-a? Mana Mary kasal. Qachon kasal? Hozir kasal. O'sha uchun ham u bugun maktabga kelgani yo'q. Qachon kelmadi? O'tmishda kelgani yo'q. O'tmishda. Demak, today ham shart emas, bizga has not come to school desak bo'ladi. Mary demak kasal, u bugun maktabga kelgani yo'q. Nima uchun kelmadi? Chunki hozir kasal. Hozirgi zamon bilan mana hamkorlikda present perfect ishlatilyapti. Past simple ni bu holatda qo'ya olmaymiz. Tushunyapsizlar-a? Demak, chunki aytdim-ku men sizlarga present perfect haqida, demak, present perfectga oid qoidamizning chappachasi past simplega tegishli bo'ladi. Present perfect hozirga aloqadormi? Demak, past simple aloqador emas. Present perfect hozirgi zamonlar bilan hamkorlikda ishlay oladigan zamonmi? Demak, past simple ishlay olmaydi. Present perfectda hozirda ham aktual bo'ladimi? Demak, past simpleda aktual bo'lmaydi. Ya'ni boshida aytib o'tib ketdim, present perfectga atagan qoidalarimni chappachasi past simplega tegishli bo'ladi. Menimcha tushunib yetdingizlar degan umiddaman. Demak, bu birinchi qoidasi edi. Kelinglar, ikkinchi qoidasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni present perfect zamonda tuzilgan gaplar hozirda ham aktual, ya'ni o'z kuchida bo'ladi. Bunga misollar juda ham ko'p. Masalan, qaraymiz. Tom broke his leg yesterday degan gapni tuzamiz va Tom has broken his leg degan gapni ko'ramiz. Hurmatli o'quvchilar, mana bu yerda past simple da gapimizni beryapmiz. Bu past simple da va bunisi present perfect da. Demak, buni last month qilaylik. Demak, Tom o'tgan oy oyog'ini sindirdi. O'tmishda oyog'ini sindirgan, to'g'rimi? Tom o'tgan oy oyog'ini sindirdi. Past simple da beryapmiz. Tom has broken his leg. Tom oyog'ini sindirgan. Bunda tarjima gan tarjimasini beradi, bilasizlar, yoki sindirdi desak ham bo'ladi. Demak,
Tom o'tgan oyda oyog'ini sindirdi degan gapga e'tibor qaratamiz. Bunda gap o'z kuchida emas. Ya'ni aktual emasda xullas. U pastga o'tib ketib qolyapti. Present perfectda esa o'z kuchida. O'z kuchida nima degani, hurmatli o'quvchilar, qaranglar. Tom oyog'ini qachon sindirgan? O'tmishda sindirgan, chunki men sizlarga aytdim, present perfectda ish harakat o'tmishda bajariladi. Past simple'da ham o'tmishda bajariladi. Tom o'tmishda oyog'ini sindirgan, ya'ni bu yerda aniq vaqti bor, ya'ni o'tgan oyda oyog'ini sindirgan. Bunda ham ish harakat o'tmishda bajarilgan. O'tmish qachondir, masalan, 1 oy oldin, 2 oy oldin qachondir sindirgan. Kechami, 1 hafta oldinmi, farqi yo'q. O'tmishda sindirgan oyog'ini. Present perfectda beryapmiz. Nima uchun bu gapimiz present perfect, nima uchun bu gapimiz past simple deb bo'lyapti? Shu narsaga, demak, tushuncha berib o'taman. Demak, Tom o'tmishda oyog'ini sindirgan bo'lsa, mana o'tgan oy sindirgan bo'lsa, demak tuzalib ketgan shu paytgacha. Kecha tuzalgandir, 1 hafta oldin oyog'i tuzalgandir. Lekin mana bu present perfectda bergan gapimizda o'tmishda oyog'ini sindirgan bo'lsin, 1 oy oldin, 1 yil oldin, 10 yil oldin sindirgan bo'lsin, bu present perfectda berganimizda gap o'z kuchida. Ya'ni o'tmishda oyog'i singan, hozir ham oyog'i singan holatda. Ya'ni gap hozir ham o'z kuchida. Kelinglar, boshqa misollar beramiz. Demak, she has lost his bag. Tak, her bag yesterday. Va uzr, tak. Birinchi past simple'da beramiz, ha? Simple'da bo'lyapti bu gapimiz. O'z kuchida emas deyapmiz, ha? She has lost her bag deymiz. Demak, bu qaysi zamonda? Present perfect. O'z kuchida gapimiz. E'tibor qaratamiz. She lost her bag yesterday. Demak, bunda tarjimamizda u kecha, demak, sumkasini yo'qotdi. O'tmishda yo'qotgan, to'g'rimi? Ya'ni kecha yo'qotgan sumkasini. Gap o'z kuchida emas. Kecha yo'qotib, sumkani masalan kecha yo'qotgan bo'lsa, kechani o'zida topgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Yoki bugun topgan bo'lishi mumkin hozirgacha. Xullas, kecha yo'qotib, o'sha allaqachon topib bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bunisiga e'tibor qilamiz. She has lost her bag. U sumkasini yo'qotgan. Qachon yo'qotgan? Albatta, o'tmishda yo'qotgan. 1 oy oldin, 1 kun oldin, 3 soat oldin, 40 soat oldin, 1 yil oldin yo'qotgan bo'lishi mumkin va gap bu aynan present perfectda hali ham o'z kuchida. O'tmishda sumkani sen yo'qotgansan va hali ham yo'qolgan holatda, hali topganing yo'q. Bunda ham o'tmishda oyog'ini sindirgan va hali ham oyog'i singan holatda. Demak, keyingi misol beramiz. Yana misol beramiz, mayli. Demak, I closed the door 2 hours ago deymiz. Qaysi zamonda beryapmiz? Past simple'da o'z kuchida emas bo'ladi bunda. Esimizda bo'lsa, tepada aytyapmiz. I have closed the door deymiz. Demak, bu present perfectda beryapmiz. Gap o'z kuchida. Kelinglar, hurmatli o'quvchilar, bu uchun biz mana buni bitta kopiya qilib olib kelib qo'yaylik. Tepaga chiqib tushmaslik uchun. Demak, I closed the door 2 hours ago. Demak, men 2 soat oldin eshikni yopdim. Past simple'da beryapmiz, to'g'rimi? Past simple zamonda berilyapti. Gap o'z kuchida emas. Men qachon yopganman eshikni? 2 soat oldin, o'tmishda yopganman. Deylik, 1 soat oldin kimdir ochgan bo'lishi mumkin. Yoki 10 minut oldin kimdir ochgan bo'lishi mumkin. Xullas, eshikni o'tmishda yopganman va hozir, demak, kimdir uni ochgan, xullas. Nechadir minut oldin. Hozir yopiq bo'lmasligi mumkin. Va ikkinchi gapga qaraydigan bo'lsak, I have closed the door degani, men mana shu o'tmishda eshikni yopganman va hozir ham eshik yopiq holatda. Men masalan deylik, 1 kun oldin eshikni yopganman yoki 2 soat oldin eshikni yopganman, hozir ham, demak, o'sha nima eshik yopiq holatda degan ma'no anglashiladi. Masalan, yana bitta misol. Mana hozir demak, qaysi zamonda berdik? O'z formulasidan zamonni ham bilishinglar mumkin. O'z
kuchida emas. Masalan, mani holatimda hozir mana sochimga e'tibor qilsalaringiz, sochim o'sib ketgan. Mana bu yoqda demak misolga qaraydigan bo'lsak, I cut my hair last month deyapman. Men o'tgan oy demak sochimni oldim. O'tgan oy olgan bo'lsam, gap o'z kuchida emas. Bilasizlar, olingan soch kalta, demak kaltagina bo'lib turishi kerak. Olinganligi bilinib, to'g'rimi? Mana sochim o'sib ketgan. Men lekin o'tgan oy olganman sochimni. Demak, bunday holatda o'sha ish harakat mana o'tmishda men sochimni olganman va hozirgacha o'sha o'sib ketgan. Ya'ni gap o'z kuchida emas. Olingan soch demak o'z kuchida bo'lishligi uchun kalta bo'lishi kerak hozirda ham. Va kelinglar mana present perfectda beraman. I have cut my hair deyman. Bu уже present perfectda bo'lyapti. Bunda gap o'z kuchida bo'ladi. Men bu gapimda o'tmishda sochimni olganman, deylik 1 kun oldin, 3 kun oldin, 4 kun oldin, 10 kun oldin va hozir ham sochim ya'ni gap o'z kuchida bo'lishi kerak-da, ya'ni sochim kalta bo'lishi kerak hozir ham. Olingan soch bo'lishi kerak. Yetib boryaptimi shu narsa? Demak, present perfectda tuzilgan gaplarimiz hozirda ham o'z kuchida bo'lar ekan. Past simple'da tuzilgan gaplarimiz hozirga kelib o'z kuchini yo'qotgan bo'ladi. Chunki men sizlarga boshida aytdim, present perfect zamoni hozir bilan bog'liq zamon hisoblanadi. Demak, hozir bilan qandaydir bog'liqligi bo'ladi har doim present perfectda. Past simple'da bu bog'liqlik yo'q. Demak, bu birinchi qoidasi edi. Ya'ni birinchi farqi edi desak ham bo'ladi. Demak, mana bizada birinchi, ikkinchi farqlari edi. Birinchi qoidaga bir donagina misol berdim, ya'ni hozirgi zamon bilan aloqador, ya'ni birga ishlaydi degan qoida. Demak, kelinglar biz 2 raqamni qo'ymaymiz-da endi. Biz endi nechinchi raqamni qo'yamiz? Demak, 3-chi raqamni qo'yamiz. Demak, demak, 3-chi qoidamiz bizda, demak, ish harakat agar o'tmishda sodir bo'lib, o'sha ish harakati bajarilgan vaqti kelmasa, demak, present perfect zamoni ishlatiladi. Ya'ni bundan nima xulosa qilyapmiz? Demak, zamonida tuzilgan gaplarda when so'rog'i, when degani qachon degani, aynan mana shu narsaga e'tibor qaratamiz. When so'rog'iga javob bo'lmasligi shart. Bunda demak o'sha 3-chi qoidamizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, demak, qoidani o'sha eng qisqacha qilib tushuntirganda present perfect zamonda when, ya'ni present perfectda san gap tuzding va gapni tarkibida when so'rog'iga javob bo'lmasligi shart ekan. Agar when so'rog'iga javob bo'lsa, demak past simple zamoni keladi shunda. Shu qoidaning chappachasi past simple'ga tegishli. Demak, men sizlarga qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, when so'rog'iga javob bo'lsa agar past simple. When so'rog'iga javob bo'lmasa agar present perfect zamoni keladi. Men when ni ustiga nima qilaman? Chizaman mana. Sizlar qizil bilan ustidan x chizasizlar. Demak, farqi menimcha ikkinchi farqni tushundingizlar degan umiddaman. Qiyin qoida emas. Masalan, demak, yesterday. I fixed my phone yesterday. Gapga mana when deb savol beramiz. Men kecha telefonimni tuzatdim. To'g'rimi? Qachon tuzatdim? Kecha. When so'rog'iga nima bor? Javob bor. Javob bo'lsa mana aytdik, past simple keladi. O'sha uchun nima zamon kelyapti? Past simple kelyapti. Endi bunday qilamiz. Men telefonimni tuzatdim. Qachon? Vaqti yo'q, qachon qilganim. Lekin bilasizlar, o'sha ish harakat qachon bajarilgan? Albatta, mana o'tmishda bajarilgan bo'ladi. Mana shu o'tmishda bajarilgan. Ikkala holatda ham ish harakat o'tmishda bajarilyapti. Demak, qachon? Javob yo'q. Yana misol beraman. Demak, shu narsaga
Tom bought a new phone last week. Tom o'tgan hafta yangi telefon sotib oldi. Qachon? Hmm? O'tgan hafta. Demak, qaysi zamonni qo'llaymiz? Past simple. Tom has bought a new phone. Qachon? Javob yo'q. Present perfect kelmoqda. Demak, masala mana shu qachon so'rog'iga javob bor yo'qligiga borib taqaladi. Demak, nima uchun o'zi savol berishinglar mumkin? Nima uchun when so'rog'iga javob kelmasligi kerak present perfectda? Chunki present perfect zamoni ish harakati qachon bajarilganiga emas, balki o'sha ish qilindimi yo'qmi shu narsaga e'tibor qaratadi. Past simple esa ko'proq urg'uni ish harakati qachon bajarilganligiga qaratadi. Masalan, ko'chadan pul topib olsalaringiz, onalaringizga kelib nima deysizlar? Ona, men kecha pul topib oldim yoki 2 soat oldin pul topib oldim demaysizlar-ku. Ona, men pul topib oldim deysizlar. Ya'ni sizlarning asosiy maqsadlaringiz pulni qachon topib olganlaringizga emas, demak, pulni topib olganliklaringizga, ya'ni pul topib olganliklaringizga asosiy e'tiborni qaratish hisoblanyapti. Demak, 3-farqi, demak, when so'rog'iga present perfect zamonda, demak, o'sha javob bo'lmasligi shart. Lekin ish harakat ikkalasida ham o'sha birinchi qoidani aytib o'tganimda, ish harakat ikkala holatda ham o'tmishda bajariladi. O'tmishda tuzatganman. O'tmishda tuzatganman. O'tmishda sotib olgan. O'tmishda demak sotib olgan. Shunaqa. Demak, kelinglar keyingi qoidaga o'tamiz. 4-qoida. Tak, nima deymiz? Tak, 4-qoidaga e'tibor qaratamiz. Bunda o'sha a va na va kal so'zlar bilan birgalikda ishlatiladi present perfect zamoni. E'tibor qaratamiz. 4-qoida nima deyapti bizga? Shuningdek, biz insonning butun umri davomida biror bir ish harakat qilgan yoki qilmaganligini aytishda va so'rashda ham present perfect zamonni ishlatamiz. Demak, shunda a va na va kal so'zlar bilan birgalikda ishlatiladi. Insonni butun umri nima degani? Tug'ilganidan, 0 yoshligidan mana to hozirgacha qilgan, qilmagan ish harakatlari present perfectda ishlatilar ekan. Ya'ni buni chapachasi past simple'ga tegishli bo'ladi. Ya'ni bu nima deganim? Insonni butun umri haqida gap ketsa, qaysi zamon ekan? Present perfect. Insonni butun umrini faqat bir qismi bo'lsa past simple. Butun shart emas. Inson umrini faqatgina bir qismi haqida gap ketsa past simple. Hozir misol keltiraman, tushuntirib ham beraman. Masalan, qaranglar. Demak, 4-qoidani kelinglar pastga tushiraylik, chunki sig'may qoldi. Demak, 4-qoidaga tushuntirish beraman. Insonni butun umri degani to tug'ilgandan hozirgacha. Insonni umrini faqat bir qismi degani, faqat bir qismi. Masalan, men hozir 30 yoshda bo'lsam, faqatgina kecha qilgan ishim haqida gapirsam past simple yoki faqatgina o'tgan hafta, faqatgina o'tgan yil haqida gapirsam past simple. Butun umrimda qilgan bo'lsam present perfect. Hozir misolda aniqroq tushunib olasizlar menimcha. Masalan, qaranglar. Misol so'roq gapda beramiz. Have you ever seen the president deymiz. Gapga e'tibor qaratamiz. Mana ever kal so'zi. Ever degani biror marta, never hech qachon. Have you ever seen the president degan gapimiz turibdi. Bu qaysi zamonda beryapmiz? Demak, present perfectda beryapmiz, to'g'rimi? Demak, present perfectda bo'lsa, demak, insonni butun umri davomi haqida gap ketyapti. Sen prezidentni ko'rganmisan? Qaysi davr mobaynida? Butun umringda mana shu 30 yoshgacha kiribsan. 0 yoshingdan 30 yoshinggacha biror marta prezidentni ko'rganmisan, yo'qmi? Savolimiz shu maqsadda berilyapti. Umri davomida. Endi insonni faqat bir qismi. Masalan,
Prezident kecha kelgan qishloqlaringizga, shaharlaringizga va savol beryapmiz. Did you see the president yesterday? Kecha sen prezidentni ko'rdingmi? Insonni butun umri emas. Men 30 yoshga kirgan bo'lsam, faqatgina 30 yoshimni kechasi haqida gap ketyapti mana. Faqatgina kechasi haqida gap ketyapti. Bunda shu tug'ilganimdan hozirgacha ko'rganmisan yo'qmi degan savol turibdi-da bunda. Bunda faqatgina kecha ko'rdingmi yo'qmi? Kechagacha men milliard marta prezident bilan uchrashgan bo'lishim mumkin. Faqatgina kecha haqida gap ketyapti bu yoqda. Demak, kelinglar keyingi misolni ham beramiz. She has never seen a shark deymiz va she did not see a shark last week. Demak, she has never seen a shark. Demak, bu qaysi zamonda beryapmiz? Present perfect. She has never seen a shark degani u hech qachon akulani ko'rmagan, umrida ko'rmagan. U 20 yoshda bo'lsa, 20 yoshigacha biror marta akulani ko'rmagan degan ma'no kelib chiqyapti. She didn't see a shark last week degani u faqatgina o'tgan hafta ko'rgani yo'q akulani. O'tgan haftadan oldin milliard marta ko'rgan bo'lishi mumkin akulani. Har kuni ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin faqatgina o'tgan hafta ko'rgani yo'q. Demak, past simple inson umrini faqatgina bir qismi, mana misollarda ko'rib turibsizlar. Present perfect inson umrini butun o'sha umri haqida gap ketadi. Yoki have you ever traveled to Paris? Yoki France deymiz, Fransiyaga. Demak, qaysi zamonda beryapmiz? Present perfectda. Demak, have you ever traveled to France? Demak, Fransiyaga biror marta sayohat qilganmisan? Present perfectda beryapmiz. Nima uchun present perfectda? Insonni butun umri haqida gap ketyapti. Ya'ni tug'ilganingdan to hozirgacha biror marta Fransiyada bo'lganmisan, borganmisan? Demak, did you travel to France last year? O'tgan yili Fransiyaga sayohat qildingmi? Past simple'da kelyapti. Demak, bizda faqatgina insonni faqat bir qismi, umrini bir qismi haqida gap ketyapti bu yoqda. Ya'ni faqatgina o'tgan yili Fransiyaga bordingmi? Biz bilishimiz mumkin, bu odam bir 100 marta Fransiyaga borgan bo'lishi mumkin, lekin biz faqatgina o'tgan yili haqida, demak, so'rayapmiz. Bu, hurmatli o'quvchilar, 4-farqi edi. Demak, 5-farqiga o'tamiz. Eng oxirgisi. Demak, tugamagan muddat bilan present perfect zamon ishlatiladi. 5-qoidamiz juda ham yaxshi qoida. Bu nima degani? Demak, tugamagan muddat bilan present perfect, tugamagan muddat bo'lsa qaysi zamon? Present perfect ishlatilar ekan. Shunda buni chappachasi past simple ga tegishli bo'ladi. Ya'ni tugagan muddat bilan qaysi zamon? Past simple ishlatilar ekan. Bu nima degani? Buni masalan misol tariqasida kalt so'zlarini beraylik. Masalan, today, this week deb ikkita misol qilib beraman. Today degani nima degani, hurmatli o'quvchilar? Today degani, demak, bugun degani. Bugun tugadimi? Yo'q, tugagani yo'q. Mana bugun 6:49, hali tugashigacha yana bir 7-8 soat bor. Undan tashqari shu hafta tugadimi? Yo'q, bugun juma, tugashi uchun shanba, yakshanba bor, to'g'rimi? Tugamagan muddat kalt so'zlari bilan present perfect ishlatiladi. Asosan shu kalt so'zlar bilan ishlatiladi. Weekni tagga chizib qo'yaman. O'rniga shu hafta emas, shu yil, shu ertalab, shu hafta, shu oy, shu yil, shu asr degan gaplar bilan o'zgartirsalaringiz bo'ladi. Kelinglar misol beramiz. Masalan, today. She has taken 10 pictures today. U bugun 10 ta rasm oldi. Bugun tugadimi? Yo'q, tugamagan muddat. Undan tashqari present perfectda qoidaga kiritganim yo'q, natijaga o'zgartirish kiritib ham bo'ladi. Mana bugun 10 ta rasm oldi. Bugun tugamagan, 10 tani 20 ta, 30 ta rasm olib tashlasa bo'ladi. Demak, present perfect ishlatiladi. Bunda natijaga ham o'zgartirish kiritishning
iloji bo'ladi deb qoidaga qo'shib qo'yaman mana hozirgi ikkinchi anaqasini. Bugun tugadimi? Tugagani yo'q. Demak, bu yoqqa qaysi zamonni beryapmiz? Present perfect. Nima uchun? Muddatimiz tugamagan. Bugun tugagani yo'q. Undan tashqari natijaga o'zgartirish kiritsa bo'ladi. Tugagancha mana o'nta rasmni 20 ta, 30 ta, 40 ta qilib tashlasa bo'ladi. Lekin she took 10 pictures yesterday deymiz. Qaysi zamonda berdik endi buni? Past simple da berdik. Muddat tugaganmi, hurmatli o'quvchilar? Yesterday, kecha. Kecha o'tib ketdi, tugadi. Tugagan muddat past simple ga xos mana. 10 ta rasmni 11 ta qilsak bo'ladimi kechani hisobiga? Bo'lmaydi. E'tibor qaratamiz. Demak, bugun tugamagan, natijaga o'zgartirish kiritib bo'lyapti. Present perfect zamoni. Kecha tugagan, o'tib ketdi kecha va 10 ta rasm natijaga o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. Past simple. E'tibor qilamiz keyingi misolga. Tom has traveled to 15 countries this year. Tom shu yili 15 ta davlatga sayohat qildi. Bizda natija 15 ta davlat, muddatimiz esa shu yili. Shu yil tugadimi, hurmatli o'quvchilar? 2026-yil. Tugagani yo'q. Demak, qaysi zamonni qo'yapmiz? Present perfect. Endi bunday deymiz. Tom traveled to 15 countries last year deymiz. Qaysi zamon qo'ydik? Past simple. Sababi nima? Sababi muddat tugaganligida. O'tgan yil o'tib ketdimi, tugadimi? Tugagan muddat bo'lsa, mana bu yerda past simple. Demak, 15 ta davlatga deyapmiz. Natijani o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. 15 dan o'tgan yilni hisobga 16 ta qila olmaydi-ku. Bunda yil tugamagan. 15 tani 20 ta qilsa bo'ladi yil tugagancha. Hali yil tugashigacha ham bizda 6 oy bor ekan mana. Demak, 6 oy ichida yana 15 ta davlatga sayohat qilsa bo'ladi. Demak, 5-farqi present perfect zamonida muddat tugamagan va natijaga o'zgartirish kiritib bo'lar ekan. Past simple da esa muddat tugagan va natijaga o'zgartirish kiritishning iloji yo'q. Demak, men sizlarga yana ham osonlashtirish uchun mana shu 5 ta farqni, demak, yozib ko'rsataman. Mana bunday qilib jadval qilib, qisqa qilib yozib ko'rsataman. Demak, birinchi, ikkinchi, demak, farqlari. Demak, present perfect da hozir bilan aloqador ekan. To'g'rimi? Aloqador plus hozir ham aktual ekan. Bu birinchi qoidamiz. Demak, past simple shunda nima bo'lar ekan? Hozir bilan aloqador emas. Undan tashqari hozir aktual emas. Ya'ni qoidani chapachasi bo'ladi deb tushuntirdik boya sizlarga. 3-qoidamiz. Demak, 3-qoidamiz bizda o'sha nima haqida gap ketayotgandi? Demak, when so'roviga javob bo'lsa past simple, when so'roviga javob bo'lmasa present perfect zamoni qo'yiladi. Albatta bunda nima qilamiz? Ustiga chizamiz. When so'roviga javob bo'lmasligi kerak. 4-qoidamiz. Demak, umri davomida bo'lsa, butun umri davomida qilingan harakatlar bo'lsa, qaysi zamon? Present perfect. Umrini bir qismi bo'lsa, past simple. Va oxirgisi hozir ko'rganimiz tugallangan muddat bo'lsa, past simple. Tugallanmagan muddat bo'lsa, present perfect. Endi bizga bitta mana bu kamlik qilyapti. Menimcha kopiya qilib qo'ydim. Hali ham turgan bo'lsa kerak. Bunday qilamiz. Bizga bitta mana bu kamlik qilyapti. Mana sizlarga bitta betda hammasini tushuntirib beraman. Qisqacha, maksimal tushunarli qilib qaranglar. Present perfect bilan, demak, hozir biz present perfect bilan nimani teskari qo'yapmiz? Past simple'ni teskari qo'yapmiz bir-biriga. Demak, perfect yozmabman-ku. Present perfect bilan past simple. Ikkalasini bittagina o'xshash tomoni bor ekan. Bitta o'xshash tomoni.
Nima edi? U o'xshash tomon ikkalasida ham ish harakat o'tmishda bajarilar edi. Lekin ikkalasida mana bunda 5 ta farq bor ekan. Hurmatli o'quvchilar, endi o'zlaringiz o'ylanglar, bitta o'xshashlik kuchlimi yo 5 ta farqmi? Menimcha hammasini tushunib yetdingizlar degan niyatdaman. Demak, mana shunday farqlari bor ekan. 5 xil farq, bittagina o'xshashi. O'xshashi, demak, ikkalasida ham ish harakat o'tmishda bajarilar ekan. Endi sizlar bilan bu zamonni kalit so'zlarini ko'rib chiqamiz. Yangi sahifa ochamiz albatta, chunki kalit so'zlari anchagina buni keywords, signal words va yoki time expressions qilamiz. Demak, kelinglar buni endi sizlar bilan nimasini beramiz? Demak, kalit so'zlarni yozib chiqamiz ketma-ket, tagma-tag qilib har doimgidek tarjimalar bilan. Hurmatli o'quvchilar, mana nihoyat yozdik. Ko'rib turganlaringizdek anchagina kalit so'zlari tarjimalarini endi yozib chiqamiz sizlar bilan. Demak, present perfect zamonining kalit so'zlari. Demak, just hozirgina, already allaqachon, so far shu paytgacha, never boyachiqda, hech qachon umrida, ever umrida biror marta. Demak, not yet hali ham emas, inkor gaplarda faqat ishlatiladi yet, o'sha uchun not ham qo'shilgan mana. Recently bilan lately ikkalasini ham tarjimasi hozirgina tarjimasini beradi. At last, finally ikkalasini ham tarjimasi va nihoyat tarjimasini beradi. Demak, for bilan since ikkalasini ham tarjimasi dan beri tarjimasini beradi. This morning shu ertalab. Hurmatli o'quvchilar, morningni almashtirsak bo'ladi. Shu ertalab emas, shu obed, shu kechqurun. Up to the present, up to now, till now uchalasini ham tarjimasi hozirgacha. Several times bir necha marta. Mana bunisiga e'tibor qilamiz. Bu o'sha hayoti davomida bir necha marta qoidasiga to'g'ri keladi. Once degani bir marta, twice degani 2 marta, 3 dan buyog'iga times qo'shiladi. Time'ni sizlar faqatgina vaqt ma'nosini bilasizlar, to'g'rimi? O'sha soat, vaqt. Lekin buni o'sha marta ma'nosi ham bor. 3 dan buyog'iga times. Masalan, 3 times, 10 times, 100 times, 100 marta, 2000 marta. Demak, mana 3 martani tarjimasini yozaman. Once bir marta, twice 2 marta, buyog'i martalar. Today. Bugun. Tak, bizda this week'da almashtirsak bo'ladi, shu hafta degan anaqamizda, demak, shu oy qilsak bo'ladi. This is the first time, bu inson umri davomidagi, bu umrimda birinchi martasi degani. Biror narsani birinchi marta qilyapti yoki ko'ryapti. In my life, hayotim davomida. Mana hurmatli o'quvchilar, demak present perfect zamonini, demak kalit so'zlarni berdik. Mana kattalashtirib hammasini bir betga sizlarga sig'dirdim, ko'chirib olishinglar oson bo'lishligi uchun. Demak, present perfect zamoni haqida demak biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan barcha narsalar shu edi. Biz demak buning qoidalarini ko'rib chiqdik sizlar bilan, to'g'rimi? Demak, ishlatilishlarini ko'rib chiqdik. Asosan hurmatli o'quvchilar, bizda present perfectni mana mashq ishlayotganlaringizda men mashq ham beraman sizlarga, biriktiriladi. Mashq ishlayotganlaringizda asosan ko'zga ko'rinadigan jihatlari present perfectni mana bu qoidalari. Asosan mashqlarda o'sha when so'rog'iga javob bor yo'qligiga qaranglar. Mashq bajarayotganda
Mana bu inson umri davomida qilmagan ish-harakatlarni kal so'zlari bor, ever, never yoki bo'lmasa mana bunday tugallanmagan muddatga today, this week kabi kal so'zlar bor. Mana shu kal so'zlarga e'tibor qilsalaringiz, Xudo xohlasa, demak, qiynalmasdan, demak, ishlaysizlar. Demak, kelinglar, men sizlarga ko'p emas, bir 3 donagina gap tuzib beraychi. O'zbek tilida gap aytaman, demak, sizlar ingliz tilida uni tuzishinglar kerak bo'ladi. Past simple bilan aralashtirib beraman, hurmatli o'quvchilar. Qani to'g'ri ajratib bilasizlarmi yoki yo'qmi? Shu narsaga e'tibor qaratamiz. Demak, men kompyuterimni sotmadim. Inkor shaklida berilyapti. Birinchi gapimiz. U o'tgan hafta O'zbekistonni tark etdi. Sotmoqni bilsalaringiz kerak, noto'g'ri fe'llarda bor. Sell, demak, tark etdini bilsalaringiz kerak, noto'g'ri fe'llarda bor. Leave va uchinchi gapimizni ham beramiz. 4 ta qilamiz mayli gapimizni. Tak, biz bugun uyga vazifa qilmadik degan gapimiz, uchinchi gapimiz va to'rtinchi gapimiz. Demak, ko'chirding. Demak, ko'chirmoq degan anaqa, demak, o'sha cheat bilan aytsak bo'ladi yoki o'sha copy bilan aytsak bo'ladi. Demak, mana bu 4 ta gap. Kelinglar, endi bu 4 ta gapni nima qilamiz? Tarjimalarini qilib chiqamiz. Bu 4 ta gapni berdim. Birinchisizlar pauza qo'yinglar, mana shu joyda tarjima qilib chiqinglar va undan keyingina, demak, meni tahlilimni ko'rib chiqinglar. Birinchi gapga, demak, e'tibor qilamiz, boshlaymiz. Men kompyuterimni sotmadim. Gapga e'tibor qilamiz. Qaysi zamonni tanlaymiz? Present perfectmi yoki past simplemi? Nima deb o'ylaysizlar? Demak, bu present perfectda keladi. Nima uchun? Qachon so'rog'iga javob yo'q. Demak, inkor shaklda I have not sold my PC. Kompyuter PC bo'ladi. Demak, men kompyuterimni sotganim yo'q. Inkor gapda bo'lyapti, sotmadim, sotganim yo'q. Inkor gapda bo'lyapti, demak I have not sold my PC. PC degani personal computerga qisqartma bo'lyapti. Demak, sotganim yo'q. Nima uchun perfect qo'yapmiz? When so'rog'iga javob yo'q. Agar men kecha kompyuterimni sotmadim deganimda edi, past simple qo'yar edik. Ikkinchi gap, u o'tgan hafta O'zbekistonni tark etdi. O'tgan hafta tark etdi. Demak, qaysi zamon tanlaymiz? Past simple. Nimaga? When so'rog'iga javob bor. Qachon tark etdi? O'tgan hafta. He left Uzbekistan last week. Nima uchun? Demak, when so'rog'iga javob bor. Qachon? O'tgan hafta. Birinchi gapimizda javob yo'q edi. O'sha qoidalar ichida aytdik-ku, whenga javob bo'lsa qaysi zamon, bo'lmasa qaysi zamon. 3. Biz bugun uyga vazifa qilmadik. We qaysi zamon qo'yamiz? Albatta bu yoqqa present perfect. Nima uchun present perfect? Chunki tugallanmagan muddat. M qilib qo'yaman. Demak, biz we have not done our homework today. Nima uchun perfect qo'yyapman? Chunki today bugun hali tugagani yo'q. Demak, o'sha uchun present perfect zamonda keladi. When tak, nimaga? Tugallanmagan muddat. O'sha uchun ham perfect qo'ydim. Agar tugallangan bo'lganda edi, kecha deganda edi, past simple qo'yardik. Nega sen kecha imtihonni ko'chirding? Tak, so'roq gap, ha? Qaysi zamon tanlaymiz? Kecha deyapti. O'sha uchun past simple ni tanlaymiz. Ya'ni tugallangan muddat, undan tashqari when so'rog'iga javob beryapti. Why did you cheat on exam yesterday? Nima uchun biz bu gapga past simple qo'ydik? Chunki when so'rog'iga javob bor. Undan tashqari, bu qoidadan tashqari muddat
tugallangan muddat. Ikkita qoidaga tushyapti bu gapimiz. Hurmatli o'quvchilar, tushundingizlar degan umiddaman. Demak, bu bizga 5-zamonimiz edi. Demak, mana shu present perfect zamoni ekan. Salomat bo'linglar, keyingi darsgacha uchrashguncha.